Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Omonat dunyoda omonat bo'lgan otajon va onajonlarimizni rozi qilish, qadrlash har bir farzandning burchidir. Ularni shirin so'zlar bilan ardoqlab, duolarini olishdan ko'proq savobliroq ish yo'q dunyoda. Lekin hamma ham ota-onasiga dil izhorlarini, mehr-muhabbatini o'z tili bilan izhor eta olmaydi. Shu sababdan tabriklarim loyihasi orqali bugun ham bir komil farzandning baxtiyor otajon, onajonlariga qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Diloromxon onajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Assalomu alaykum va alaykum salom. Onajonim salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Lekin shunday go'zal qizlarim meni so'rayapti, bo'laman maynalay. Rahmat. Ayni damda onajonim sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Madinaxon, tanishganimdan xursandman qizim jonim. Men ham bag'oyatda xursandman. Onajonim bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shundaymi? Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dil izhorlari, tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi onajonim, kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Albatta, hammasi bir-biridan yaqin. Qaysi ko'proq bu gaplarga chechan endi Ruslan jiyanim, kelinimiz Nigoraxon bo'lsa kerak deb o'ylayman. Matluba singlimiz ham juda ham gapga chechan, juda ham Nodirjon, shular bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta ular ham tabriklarga qo'shilganlar, lekin asosiy tabrikchi ular emas. Sizga biroz yordam beraman oila a'zolaringizdan, ko'nglingizga yaqin insonlaringiz. Qizlarimdan Nodira qizim bo'lishi mumkin. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni tabriklab turmush o'rtog'ingiz Bobomurodjon dodamiz nomlaridan, onajoningiz Gulsoraxon xojonamiz nomlaridan, kuyovlaringiz Jamshidbek aka hamda Abro'y aka nomlaridan va nabiralaringiz Shahzodaxon, Temur, Samir, Diyorbek, Islombeklar nomlaridan va barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, qadrdonlaringiz nomlaridan siz uchun chiroyli dil izhorlarini yo'llab bizga qizlaringiz Feruzaxon opamiz hamda Nodiraxon opajonlarimiz murojaat qilganlar va ushbu dil izhorlarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Onajonim, agar tayyor bo'lsangiz, ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Tayyorman, eshittiring. Xo'p, bo'ladi. Boshladim. Assalomu alaykum onajonim. Nur yuzli farishtam, duogo'yim. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, 62 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Onajonim, bugun 62 yoshni qarshi olar ekansiz. Ko'z o'ngimizdan yoshligimiz, sho'xliklarimiz sizni qiynab, ba'zida sho'xlik qilib yokida erkalik qilib qilgan injiqliklarimiz birma-bir ko'z o'ngimizdan o'tmoqda. Onajon, o'ylab qarasak, bu dunyodagi eng yaqin insonimiz, bizni bizdan ortiq ko'radigan, bizni hammadan yaxshi ko'radigan insonimiz siz ekansiz. Bugun ulg'ayib, siz bosib o'tgan qiyinchiliklarni, siz boshingizdan o'tkazgan sinovli kunlarni oz bo'lsa-da tushunib yetyapmiz. Onajon, siz bizning onamiz ekanligingizdan faxrlanamiz. Sizning bu dunyoda borligingiz bizning baxtimiz. Doimo sog'-salomat bo'ling. Onajonim, hech ham xasta bo'lmang. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Bunday yoshlarni ko'plarini ko'rib yuring hali onajonim. 100 yoshlaringizda ham dadajonimiz bilan bizni duo qilib yuringlar. Hech ham xasta bo'lmang. Siz dunyodagi eng mehribon, eng oq ko'ngil, juda ham samimiy insonsiz. Ko'zlarimizning nuri, jannatimizning kaliti onajonim. Duogo'yim, sizning borligingiz bizning baxtimiz onajonim. Tez kunlarda Allohim baytlariga chaqirsin, birgalashib baytullohlarini tavof etib, hoji onalar bo'lib yurishliklarini Allohim nasib aylasin. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin va har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin Allohim sizni onajonim.
Garchi bu dil izhorlarini har doim ham o'zingizga o'z tilimiz bilan izhor etolmasak-da, sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Onajonim, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Ostonada kutarsiz. Kep qolsaydi bolam deb. Men yuraman ro'zg'oru bolalarim g'amini yeb. Asli bir kam dunyoning to'ldiraman kamin deb, sizni yo'qlab kunda bir borolmayman onajon. Sizchi, rayhon hidini saqlab dimog'ingizda, kep qolar deb op qo'yib oshni tovog'ingizda, yuragingiz ezilib sog'ingan chog'ingizda, sizni yo'qlab kunda bir borolmayman onajon. Siz bedor, men beparvo, uyqum, tushlarim qursin. Sizsiz novvot choy ichgan nodon tishlarim qursin. Sizni kuttirib qo'yib qilgan ishlarim qursin. Sizni yo'qlab kunda bir borolmayman onajon. So'ray endi Xudodan, ochsin sizga yo'limni. Dunyo ishi to'smasin sizga cho'zgan qo'limni. Bag'ringizga egildim, qabul aylang uzrimni. Sizni yo'qlab kunda bir borolmayman onajon. Onajonim, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'plarini ko'rib yuring. Doimo baxtimizga sog' va omon bo'ling. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz deya, qizlaringiz sizni judayam yaxshi ko'rishlarini takrorlab, Feruzaxon opa va Nodiraxon opajonimiz o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham qizlaringizga, yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor onajon. Rahmat qizim. Judayam samimiy, judayam chiroyli mana shunday suxandonlik kasbini egallagan ekansiz. Avvalambor sizni martabangiz ulug' bo'lsin. Mana shu chiroyli so'zlaringiz bilan, o'zingizni samimiy tilaklaringiz bilan hamma vaqt el nazaridan tushmang qizim jonim. Mening gaplarim bor, ular ham kelajakda yetib insonlar bo'lsin, farzandlari katta insonlar bo'lsin-da, boy badavlat bo'lib, boy bo'lganda ham saxiy, qo'li ochiq boylardan bo'lsin, ihson beruvchi boylardan bo'lsin. Ko'p qatori Allohning o'zi ularni asrasin. Bejonimga umri uzoq bo'lsin. Menga ularga hammasiga tilagim shuki, hech qachon ularni boshi egilmasin. Hamma vaqtlar qatorida sizga, oilangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat onajonim. Inshaalloh aytganlaringiz kelsin. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, yuzlaringizga kulgu, tabassum ulash olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Sog' va omon bo'ling onajonim. Yana bir bor kattakon rahmat qizim jonim, sog' bo'ling. Qimmatli vaqtingizni ajratib, shunday tabrik yo'llaganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Sog' bo'ling.